Karimdagi sura Bayyina surasi bor. Qur'onda Bayyina surasi ham shundan iborat ekan. Lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyina. Alloh jalla va ala dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lam yakunil ladina kafaru surasini eshitgan vaqtida aytadiki, xush xabar bering meni bandam. Shu lam yakunda o'qiyotgan odamga xush xabar bering. Shunday debki, azizligimga qasam ichaman deydi Xudo. Qasam ichib aytayapti. O'zimni azizligimga, ulug'ligimga qasam ichamanki, ey banda, dunyo oxirat holatlaridan bo'lgan biror bir holatda seni unutmayman. Dunyoda qanaqa tashvishga tushasan, oxiratda qanaqa tashvishga tushasan, biror bir daqiqada men seni unutmayman, men sen bilan birga bo'laman. Va la umakkinanna laka fil jannati hatta tanlo. Sen uchun jannatda shunday bir makon joy tayyorlab beramanki, sen ana shu tushgan joyingdan rozi bo'lasan. Lam yakunda o'qib qo'ygan odamga, endi uni yodlamagan odam har kuni Qur'onda ochadi, Bayyina surasini o'qib qo'yadi. Maqsad nima? Allohga yaqinlashish. Xudodan ana shu oyatni surani o'qib turib, Alloh meni boshimga mana bu holat tushdi. Mana shu holatdan, shu qiyinchilikdan, shu mashaqqatdan menga yordam ber deb turib Allohdan so'rasa, Xudo taborak va taolo ana shu daqiqani o'zida Alloh unga hojatini ravon, mushkulotini oson qilar.